Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mana bugun Sharq miniatyura ko'rgazmasiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurish chog'ida sizlarga onlayn tarzda video lavha tashlamoqchiman. E'tibor bilan qarasalaringiz, zamonaviy miniatyura san'atining mana paxta terimi kompozitsiyasi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu kompozitsiyaga barchasiga e'tibor qilsalaringiz, hozirgi zamonning miniatyurasini qay darajada ranglar koloriti, kompozitsiya yechimlarini topib berganligi va har bir asarlarda o'zining rassom dunyoqarashini, O'zbekistonning milliy urf-odatlari, barcha kompozitsiyalar o'z yechimini topgan. Shunday qilib, sizlar bilan onlayn ko'rgazma jarayonida zamonaviy miniatyura san'ati asarlari va hozirgi zamonda bo'lib o'tayotgan barcha kundalik turmushimizni miniatyura san'ati asarida ko'rsatib o'tilgan. Ertalabki ko'rgazma fotolavhalarini tashlab qo'yaman va hozirgisini sizlarga havolangizga tashlab qo'yaman. Ushbu kompozitsiyalarning barchasi Dilshoda Hoshimova rassomning asarlaridan namunalar. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mana Oyijon Xayrullayevaning ishlaridan sizlarga namuna ko'rsatmoqchiman. Zamonaviy miniatyuraning hozirgi ko'rinishlari, ya'ni zamonaviy san'at qo'shilgan. Ushbu san'at asariga e'tibor qilsalaringiz, boyna ko'rib o'tgan miniatyuralaringizdan anchagina farq qiladi. Shu sababli mana hozir ushbu miniatyuraning kompozitsiyalar yechimlari noan'anaviy topilganligi. Ushbu kompozitsiyalarning barchasi mana Oyijon Xayrullayeva asarlariga mansub bo'lib, ushbu ko'rgazma sizlarga mana onlayn tarzda ko'rsatib bormoqdaman. Ko'rish jarayonida o'rganish, o'quvchilarga ko'rsatish va targ'ib qilish sizlarga havola qo'yiladi. Ya'ni ushbu ko'rgazma Samarqand shahar kooperativni, ya'ni bizdagi iqtisod oliy ta'limining to'g'risida muzeyda tashkil etilyapti. Ushbu muzeyga tashrif buyursalaringiz, asarlarni ham ishlari bilan ham tanishib chiqsalaringiz bo'ladi.